Odam yo'qmi odam? Ciao, siete al posto? Fransuzlar. Okey. Kichkinaligini lekin mevasi. Tinchuqa. Xonani o'zi kitob yozibdi. Hammaga salom do'stlar. Bugun biz Italiyadamiz. Italiyaning Bologne degan shahridaman. Bu shahar juda mashhur emas. Men bir kun пересадка qilayotganim uchun, boshqa davlatga ketayotganim uchun kirdim. Qani bu shaharda kashf qilamiz bugun. 24 soat chetda bo'laman. Eng chiroyli joylari va mahalliy odamlar bilan suhbat qilamiz. Qattiq ovqat yeyish uchun, chunki menga aytishdi, spagetti juda ham mashhurdir. Yoki pitsa yoki spagettini tatib ko'ramiz. Haqiqiy lokalniy holatda. Ko'rishingiz mumkin mana qadimiy bino. Mana yana bittasi. Hozir men pronto lokaldan so'ramoqchiman. Qayerda ovqatlansam bo'ladimi? Uylar bunaqangi darajada ajoyib. Ciao, siete al posto? Scusi? Siete al posto? Sì, più o meno. Mi hanno detto c'è a Bologna le tagliatelle al ragazzo. Sì, allora, in realtà qualunque posto qua le fa buone. No, italiano. In English? Yes, more or less every restaurant here, they do it good, ragu. Because it's very typical. Oh, there is no And any it's hard special. to be mistaken. I mean, ragu is not a complicated thing to prepare. So they do it in different ways, but it is good. It's good. If you go right, you go straight. Then Straight. you turn left, Left. and you go straight. You find yourself under the two towers. Two towers. Two Towers. Okay. And there is a place where they do handmade pasta. Oh, that's. And it's a sort of McDonald's pasta because they handmade it, but you can take small portions per time. And their ragu is good. Okay, that's a good recommendation, I can say. Thank you so much. Have a nice day. Xo'sh, qaranglar, Bologneda, shu Italiyan shu shahrida mana shunaqangi ko'proq yo'llar juda ko'p ekan. Yo'lga ketsalang juda chiroyli, shuna arkalar ko'p ko'rasizlar ekan. Ko'chani qaranglar chiroyliligini. Bu yerda odamlar nimani kutyapti bilmadim. Qayerdan chiqyapti yoki hotel ekanmi? C'est long pas italien? Fransuzlar ekan. Fransuz. Chiroyli ekan. Men manzilni topdim. Ko'rishdan mumkin, o'zlari McDonald's o'sha bunaqa qo'yishgan ekan, zakaz qilishadi. Mana ichkarida kursanlar juda ko'p ekan. Biz ko'ramiz. Ro'cha jurnalisi bo'ldi. Bu yerda Italiyani o'zlaringiz bilasizlar madaniyatida. Soat 12 dan keyin pastani mana ekranlarda chiqargan. Ungacha faqatgina nonushta. Ya'ni har xil rasam bilan kofe ichsalaring bo'larkan soat 12 gacha. Undan keyingina siz haqiqiy ovqat yesaling bo'ladi. Mana sizlarga haqiqiy madaniyat. Hozir mana kofeni tayyorlashadi. Bu joyda 3-4 odamdan so'radim, lokal odamlardan. Hammasi shu yerda maqtashdi. Aytishdiki, eng yaxshi sifatli, eng arzon joydir. Ko'ramiz. Qosh
Mana o'sha restorandan nonushtaga narsa oldik. Mana kurasan, pistachio bilan kofe. Qanaqa kofe bilmadim. Bilasizlar, biz Italiyadamiz. Espresso emas-ku, shunga kofe. Endi ta'mini ko'ramiz. Mana rangi zangorligi sababi shu pistachioligini aytib berish uchun. Xo'p, ta'mi yaxshi. Lekin qimmat. Shu kurasan bilan kofe 4 yevroga tushdi menga. Arziydim yo'qmi? Kommentariyada yozib keting. Biz hozir mana terasada o'tirib ovqatlanyapmiz. Ko'rishlaymiz. Va men qaytaman. Xo'p, kurasanga ta'rif beradigan bo'lsam, haligacha bunaqa kurasan yemagandim. Eng zo'ri bo'ldi hozirgacha. Pulni yetishmaydi, 3 yevro bo'lsa ham. Chunki qimmat bo'lsa ham arziydi puliga. Ham katta, ham eng zo'ri bunaqangi kurasanlarni yeb ko'rmagansiz. Bu brend nomi Bottega Portica ekan, nomi qiynalgan. Agar buni har xil shaharlarda brend bo'lsa, Italiyada boshqa joyga borganda ham aniq shu joyga kelmaydi. Qoyilligin mazza qilaman. Ko'rishlar mumkin, mana aniq qizayotgan ikkita minora tagida, shuni degani tagida mana joy. Amak tuz pirish. Bottega Portica degan joy. O'zbekdan ko'rasanlar turibdi. Mana shu joyga kelaverasizlar. Xuddi McDonald'sga o'xshab avtomatdan zakaz qilsa bo'lar ekan. Bu arziydi. Arzon va sifatli. Mana o'sha mashhur kanal suv yo'q ekan, lekin mashhur kanalda ro'parasida bunaqa eshik bor ekan. Manzarani ko'rsa ham chiroyli. Ajoyib. Xuddi Dakchaga o'xshaydi. Qiziq. Botanika bog'iga keldim. Shu bunaqa bayroqlar qo'yib tashlagan juda yoqmayapti. Ko'p joyda ko'rdim, bilmadim, lekin LGBT bayrog'i juda ko'p ekan. Qaranglar, mana yosh bolalarga bog'chadan olib kelib turib o'rgatyapti. Ota o'rgatyaptilar. Biz aylanib chiqamiz ungacha. Xo'sh. Qaranglar, hamma daraxt yoki o'simlikka nomi bilan ma'lumot yozib qo'yishgan. Don't lie on the grass, don't step to tall grass, follow fast. Okay. Nima ekan deb o'tloqqa tushmagan narsaga tegmagin deb qo'yishibdi. We say okay. Okay. Bunisi mandarinaga. Mandarin. Metayman, daraxt qaranglar, kichkinaligini, lekin mevasini ko'rdim. Hozir noyabrda nechinchi kuni bugun? 5-kuni. 5-noyabr. Italiyada kuz keldi. Qaranglar, mana shu to'la studentlar, mana yana studentlar, mana shuncha student. Hozir avet 12 bo'ldi, hamma tanaffusga chiqqan. Universitet mana bu bino bo'lsa kerak. Lekin tashqarida kafe bor ekan. Bular Italiyan bilasizlar. Keyin nima ichadi? Espresso ichadi. Hamma kafeda. Mana universitet. Universitet ko'ringlar. Chiroyli ekan u.
Davay ketdik universitetga kiramiz. Xohlasanglar ichkaridan obzor qilib beramiz sizlarga. Agar iloji bo'lsa, student ko'p ekan lekin. Mana metagan. Короче, tashqarida shet o'qigan qizlar bilan gaplashib qoldim. Mana shu universitetda o'qishar ekan, mana shu joyda ko'rishni mumkin. Judayam dahshat. Ichkarisi ahvolini ko'ringlar. Haqiqiy qasr yoki eski bino juda ham chiroyli. Nima desam bo'ladi? Hozir bu yerda darslar bo'lyapti va tanaffus ko'p studentlar tashqarida. Baloynada asosiy nima desam bo'ladi? Studentlar o'qiydigan joy ekan. Chunki ko'p odam aholining ko'pi student ekan. Ko'rishni mumkin binolar realniy eski. Ichkariga to'liqonli kirolmayman. Lekin mana shu yergacha kirib ko'rsatdim. Lekin keyingi safar Erasmus qiladigan bo'lsam, Boloynani esimga qoldi kelishga, chunki bu universitet arziydi ekan agar ko'rish uchun. Sizga eshitgan bo'lsalar, bu odatiy holat Italiyada ko'chada konsert qo'yish. Mana shu orqada turgan binolaring bu qanaqadir qadimiy bino emas. Bu universitet, University of Bologna. Shu yerda talabalar o'qishadi. Ajoyib. Muzika bilan qaysi adashmasam arabcha muzika qo'yishyapti. Nimaga? Mana bu ikkita minorani oldin yopib qo'yishgan sababi bitta minora qimirlashib boshlagan. Nima desam bo'ladi? Tushib ketish ehtimoli bor ekan, shuning uchun yopib qo'yishgan ekan. Qimirlashni boshlagan degan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bunisini sal qiyshab qo'ying. Bu shahar o'zini struktura, stili bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Mana yana arkalar. Mana yana church. Mana shu yo'lakdagi arka juda ham chiroyliroq ekan. Keyin bu joy kutubxona, men shu kutubxonaga kelayotgandim, lekin bu arka ham eng mashhurroq ekan, desam bo'ladi. Dizayn bo'yicha mana men kutubxonaga yetib keldim. Kutubxonaning o'zi kitob yotibdi. Ko'rishingiz mumkin. Haqiqiy san'at asari. Devorlarda nechinchidir 100 yillikdagi rasmlar. Tepalargacha tashlashgan ekan. Qanaqalar qirolliklarni. Kino yotibdi bu, kino. Qaysidir kinolar shetda olingan bo'lsa ham kerak u. Bilmas ekanlar, bu onasi bor. Bu joy haqida kelishimni olib bilmasdim hatto. Kelib qidirdim, eng mashhur joylardan biri bo'lib chiqdi. Kutubxona ekan. Atak kelib kitob o'qishlik joyi ekan. Ham kutubxona. Lekin kino bu joyda. Kino. Mana muzey siyori. Mana italyancha pasta zakaz qildim. Hozir yana hali ertalab kelgan ko'rasan degan joyimga keldim-da. Faqat shu pastani o'zim zakaz qildim. Qani ta'mini ko'rib sizlarga aytaman qanaqaligini. Xamir, oddiy xamirga pishloq, yana nima keldi? Qaysidir mashhur pishloq, oddiy pishloq emas lekin. Yana sariyog' qo'shilgan, juda yog'li va qalin, juda mana xamiri juda qalin. Bu nomi parmigiano, shunaqa mana qiyin. Xo'p, undan 7 ball beraman. Eng faqatgina vegetarianni shu topaldim, chunki
hammasi cho'chqa bilan ekan, porkli. Go'shtligini olib bo'lmaydi, faqat shuni yesa bo'ladi. Xo'sh, hali ham men Italiyadaman. Просто bir kunga men presetka qilayotgan joyimda o'zim bilmagan holatda juda ham chiroyligina manzarani kashf qildim o'zim uchun. Bunaqa go'zalligini bilmagandim. Tayyormisizlar? Ko'rishlar mumkin.